Diqqat, yangilik. Endi Davlat oliy ta'lim muassasalari rektorlari Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri tomonidan tayinlanadi. Faqat Prezident administratsiyasi va Vazirlar Mahkamasi bilan kelishilgan holatda. Xo'sh, bu tizim qanday amalga oshiriladi? Bugun 15 aprel kuni Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligida matbuot anjumani bo'lib o'tdi va unda shaxsan vazirning o'zi jurnalistlar savollariga javob berdi. Yuklatildi deganda bu vazir o'zi xohlagan odamni qo'yadi degan emas. Ya'ni bu yuqori turuvchi tashkilotlar bilan kelishiladi. Ya'ni Prezident administratsiyasi bilan, Vazirlar Mahkamasi bilan. Chunki rektor u bir sohani rivojlantirishiga turtki bo'ladigan bir sohani rivojlantirishni hal qiladigan shaxs hisoblanadi. Dunyo tajribasi shunaqa bo'lyaptiki, oliy ta'lim muassasalarining rektorlari ko'pchilik joylarda, ko'pchilik davlatlarda ko'proq vazirlik darajasida hal qilinadi. Buni ham biz bir tajriba sifatida ko'rishimiz kerak. Rostini aytishingizni xohlardim. Bu vakolat sizga berilgan ekan. Hozirgi paytda, ayni paytda sizning qaysi universitet rektorlaridan ko'nglingiz to'lmayapti-yu, mana shu imkondan foydalanib siz ularni almashtirgan bo'lardingiz. Biz inson sifatida aytsak noto'g'ri bo'ladi. Universitetni yillik reytingi bo'yicha ko'rilib, qaysi universitetlar yaxshi 3 darajaga bo'lamiz. Yaxshi zo'r universitetlar, o'rta universitetlar va qoloq universitetlar. Yaxshi universitetlarga biz 20% qo'shimcha rag'batlantirish, o'rta universitetlarga 10% rag'batlantirish va qoloq universitetlar moliyalashtirish, ya'ni qo'shimcha moliyalashtirish qilinmaydi. Shu universitetlar qoloq universitetlar. Bugungi kunda ham reytingni ko'rsangiz, qaysi universitetlar ekan bilinadi. Lekin hozirgi kundagi reyting ham noto'g'ri qilingan. Ya'ni tibbiyot universiteti, sport universiteti yoki madaniyat universitetlari, konservatoriyada bir xil talabda ularni reytingi baholanadi. Bir xil. Bilamiz, sport sohasidagi yoki madaniyat sohasi, ijodiy sohalardagi kadrlar tayyorlaydigan oliy ta'lim muassasalarida ilmiy salohiyat yuqori bo'lmaydi. Chunki ular qilgan asarlari bilan ilmiy unvonlar olishadi. Shuning uchun hozir bularni tabaqalashtirilyapti. Endi hozir umumiy ro'yxatda masalan 4 ta toifaga bo'lib baholanadi universitetda. Masalan, o'qib ham beraman qaysi bir toifa. Bunda har bir toifa kesimida yaxshi universitetlar va qoloq universitetlar chiqadi. Bular mana amaliy fanlar universiteti bo'ladi. Bizda bugungi kunda 30 ta amaliy fanlar universiteti bor. Ya'ni davlatniki 6 ta nodavlat va 12 ta xorijiy amaliy fanlar. Ular o'zini reytingi ko'riladi. Endi ikkinchisi ijod, sport universitetlari. Bizda davlat universitetlaridan 12 ta, xorijiy bitta universitet bor. Uchinchi toifa bu ijtimoiy gumanitar fanlar universiteti. Bu 41 ta davlat, 67 ta nodavlat, 15 ta xorijiyimiz bor. Va to'rtinchi bu tibbiyot universitetlari. 11 ta davlat, 8 ta nodavlat va bitta xorijiy universitet. Mana shu 4 ta toifa universitetlar o'zaro yaxshi yomon universitetlarga toifalanadi. Sizga bir yildan keyin aytaman. O'zi mana rektorlarni, oliy ta'lim muassasalarini baholashda talabalarning ijtimoiy tarmoqlardagi fikri ham inobatga olinadimi? Chunki eng yaxshi platforma bu ijtimoiy tarmoqlar, ular uchun ular fikrini bildirsa, shular ham ko'rib chiqiladimi? Albatta, biz hamma fikrni olamiz. Biz rektor odam eng hurmatli odam bo'lishi kerak. Eng hurmatli. Hamma uni eshitish kerak. Talabalar ham, professor o'qituvchilar ham, jamiyat ham uni tan olish kerak. Ayniqsa tarmoq. Shu qaysi vazirlik yoki qaysi tarmoqqa kadr yetkazib beradigan bo'lsa, shu tarmoqdagi ish beruvchilar ham uni tan olish kerak. Bu inobatga olinadi. 2024-yilda endigina vazir lavozimiga tayinlangan Qo'ng'irotboy Sharipov jurnalistlarning qachon rektorlar saylanadi degan savoliga hali tayyor emasmiz, bunga vaqt kerak deya javob bergandi. Hozir 2026-yil. Xo'sh, biz rektorlarni saylash tizimiga tayyor bo'ldikmi? Vazir javob beradi. Vaqt bor hali. Vaqt bor. Mana aytdik-ku, hozirgi tizim mana bosqichma-bosqich pastga tushyapmiz-ku, mana prorektorlarni tayinlash bu o'ziga beriladi. Ya'ni kuzatuv kengashiga. Kuzatuv kengashi degan kim? Shu viloyatda
hokimiyatida bitta bor, tarmoq vakillaridan bo'ladi. Ish beruvchi tashkilotlardan tashkil etilgan bu kengash. Ana shularga biz vakolat berganmiz. Ya'ni bu degani o'z-o'ziga sekin-sekin pastga tushyapti.